Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi ajma'in. Nasihatim har kimiki uy sotib oladi va yo yer sotib oladi va yo kiroya oladi uy. Mana shu duodan ko'paytirsin shu duodan. Nafi' ibn Abdul Harith radhiyallohu anhudan aytgan ekanlar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan ekanlar. Musulmon kishining saodatlaridan 4 ta bo'lar ekan. Biri keng uy, biri hamsoyai solih, biri ayol solih, zavjai solih va biri markabi yaxshi markab. Aw kama qala alayhisolatu vassalam. Boshqa bir rivoyatga kelgan Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhudan kelgan aytgan ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: 4 ta saodatdan va 4 ta badbaxtlikdan. 4 ta saodatiki biri zavjai solih, ayoli solih va keng uy va hamsoyai solih va yaxshi markab. 4 ta badbaxtlikdan biri ayoli yomon, zavjai yomon, tor uy va yomon markab va yomon hamsoya.